Men baribir tushunmadim. Bu ingichka gilam bo'lsa, shu yaxshi sotiladimi? Aka, bu ikkinchi marta kelish mana shu yilni boshida ikkinchi partiya bu. Qancha ingichka bo'lsa gilam aka, shuncha baquvvat bo'ladi. Ruchnoy gilam effektini beradi. Neobishniy gilam so'raydi-ku klientlar. Mana masalan uchun mana shuni tavsiya qilamiz. Uyda ancha bagati chiqadi aka. Ya'ni hamyonbop bo'lib turib, Shunaqa. lekin qimmat gilamni effektini beradi. Beradi aka, shunaqa. Takoy maybiq ekanda, ya. Ro'stsiz ham bo'ladi aka. Shunda siz aytyapsiz, ruchnoy rabotani effektini beradi. Nima nazarda tutib aytyapsiz? Uni aytmoqchi bo'lganim, mana bu bahramalar bor. Boshqa gilamda, liboy gilamda bahrama tikiladi. Mana bu ruchnoy gilamlarda o'zida chiqib keladi. Bunda ham o'zidan chiqib kelgan. Bu pol ruchnoy. Abru qo'l mehnati ishlatilgan ozgina aka bunda. Uyga olib qo'yib maqtansam bo'lar ekanda, ya. Kvadrat $1000 dan olganman deysiz.